Mana yorib tashladim o'zi ham. Molxona emasda bu endi u. Oxirlarini bitta yurib chiqdim bor. Jigarim izlashadi mana shu oxirlar. Ko'fran nasib bo'lsa mana ikki joylaymiz. Kattaroqdanmi, kichikroqdanmi, ventil honada bo'ladi bir joyda. Motomonlarni qilganini qo'rqdim. Javoylarni mazasini qochirib qo'ymaydi. Ey, jivoy! Qul. Действительно, hidi dahshat. Asosiysi yakunlab oldik. Planga muvofiq ish bo'ldi. Yotib uxlasak bo'laverardi, lekin maqsad qanaqa? Tezroq olib kelib, tezroq obunachilarga shuni proyektni taqdim qilish asl maqsadim. Va meni o'zimda ham xohish bor, tezroq bir daromad nimaligini bilish bu orqali. Bu hammasini sabablarini qilyapmiz xolos. Ertaga bizni bundan rizqimiz bo'lmasa, bu bizga nasib qilmagan bo'lsa, besполезно dezinfeksiya qilamizmi, margansovka qilamizmi, ohay qilamizmi, u foydasi yo'q. Ertaga endi chiroyli qilib oxlasak, bir yo'l ertaga ventilyatsiya keladi, gofra keladi, uni montaj qilsak, nasib bo'lsa o'sha broiler jo'jalarimizni chaqiramiz. Butun dunyoni konstavar bilan ta'minlayotgan optiviy bazasiga kelganmiz. Narxlari va 3 etajga joylashgan mahsulotlarni bitta obzorini qilib beraman. Sizning farzandingizga eng kerakli narsalar mana shu yerda joylashgan. Mega Kans do'konida ming xildan oshiq daftar, ruchkalar, penal, konteyner, termiz, maktab bola uchun o'quv qurollari eng assortiment ko'p degan. Mana shu yerda bemalol bolangiz kelib qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, ko'ngliga yoqqan narsalarni tanlab olaveradi. Bu konstavar bazamiz Sharxondagi Lyuboy konstavar do'konlar bilan bemalol bahslashadi. Sababi narxda va mujilarimizga taxlab olgan sumkalarni ko'ring. Assortiment siz o'ylagandan ko'ra ancha ko'proq. Qizlarimizga ham assortimentda taxlab olgan. Qizlarimizga yangi o'quv yiliga yangi model sumkalarni ham taxlab olishgan. 0-dan 11-klassgacha sumkalarda assortimenti bemalol ochiladi. Eng qizig'i 3-etajda. Do'konimiz 3-etajda zamonaviy kasb egalari uchun monitorlar, notebook, aksessuarlar, mishka, klaviatura, bunaqa shtativlar, eng asosiysi hozir blogerlarning ko'payyapti. Mikrofon, xohlagan turingizga shtativlar, texnikalar bo'yicha lyuboy masala mana shu do'konda hal bo'ladi. Kitob axtarib uzoqqa borib yurmaymiz. Do'konimizda o'qishga tayyorlanuvchi abituriyentlar lyuboy sizni ko'ngilingizga mos kitoblarimiz bor. Kitobxonlarda ham joylari 7 qator, to'la kitob. Do'konimizda 3 etajni chiroyli obzor qilishga harakat qildik. O'quv qurollar, kitoblar, zamonaviy texnikalar, kompyuterlar hammasi bir joyda jamlashgan. Sharxonda hozir nomer 1 olib turgan Mega Konstavarda. Do'konimizda lokasiyasi Manzil Sharxon Orientir, Ark oshxonasi, Aqshamnur kafesi, ro'parasi. Lokatsiyasi ham qulay, bayroqda tagida. Mega Kans. Aynan siz uchun yozgi kunida eng zarur bo'lgan xizmat turini bitta obzorini qilib beraman. Keling-da. Aka, telefon xizmatlarimiz. Aynan uy egasiga qo'li gul usta kerak deyapsiz-ku. Aka, bu bolalarda qo'lidan satta gul o'sib chiqqan. Bitta obzorini qilib beradi, telefon kerak deyapsiz-ku. Lyuboy qurilish qilayotgan uy egasi ustani zo'ri bo'lsin deydi. Aka, mana haqiqiy dalillari bilan ustani haqiqatan qo'lidan gul o'sib chiqqani. Bu uykalarimizga xonadoningizda necha kvadrat bo'lishi umuman ahamiyati yo'q. Bu joyda 260 kvadrat ish qilingan. Qarang, 10 kunda bitirib bergan. Chaqirasiz ukalarimizni tushingizga kirmagan fasonlari bor. Biroz fasonlar ko'rsatadi, ko'ngilingizga yoqqanini sizga tayyorlab berishadi. Bu xonadon egasiga aynan shu pianino fasoni ma'qul kelgan. Bu go'zalliklarda yasayotgan o'zbek xalqini xizmatida bo'lgan ukamiz. 1 kvadrat tunuka fon xizmati 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Hech qanaqa taqir-tuqur, samares bir bolalar olib kelib bermaysiz. Lesa-pesasigacha hamma yo'q o'zida. Bir mahal abitini berib qo'ysangiz, bolalar xursand, sizning xizmatingizda bo'lishadi. Tunuka fon xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ukamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yaman. Salomat bo'linglar. İçiga valyer qilib, ular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Raspakovkani Kitayskiy Lyubovi. Voy aka, bu narsani ko'ring. Batali yaxshi ko'rib borasiz. Obzorini qilib beraymi? Aka, avval buni qanaqa qushligini bitta tushuntiray. Kitayskiy расписной bedan hisoblanar ekan. Rangi haqiqatan ham noyob bo'lar ekan. Endi Lyuboy parandaga qiziqadigan odam ham ko'rgan parandasini, yaxshi ko'rib qo'ygan parandasini sotib olgisi keladi. Kecha Marg'ilonlik Zoomir Marg'ilon profili yurgizadigan akamizdan sotib oldik. Valyerimizni ichiga valyer qilib, bular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Va boshini yorib qo'ydi-yu. Olib kelishimizga bitta jabr bo'ldi-yu. Qarang, boshini ochib tashlaganni. Voy tova. Rangi boyaga lavanda o'rdaklarimiz bo'lardi-yu. Mana shundan ekanda. Mana bular tuxum qo'yyapti, belini achib tashlabdi. Mana seri. Qarang, ajoyibligini. Mana bu hozirga osilib qolgan yangi roshimiz boshqa ochilib ketdi. Kelinib qoldi. Ajoyib. Endi bularda nima qilamiz? Lekin endi aylanasiga bitta ablisovka urmoqchiman. Sariq bilan oq ablisovka bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Valyer bo'ladi. Tepasini bir ajoyib qilib yopib, bular mana shu yerda neobitaymi o'stirib bo'ladi bularga. Ichiga tuxum qo'yadigan narsasini joylaymiz. Ullas nima qilsak qilamiz. Yana bir ajoyib ideya kelib qoldi. Endi nasib bo'lsa bu albatta mana bu kurkalarimizni 5-10 kundan yoki olganimizdan qilamiz-ku. Endi bir xursandchilik bilan bo'lishaylik dedim-da.